Dezinformatsiya aniqlashning 10 ta oson usuli. Axborot manzilini tekshiring. Unda odatda veb manzillarda uchramaydigan tinish belgilari mavjudmi? Masalan, so'roq va undov belgilari. Xabar sizning hissiyotlaringizga qanday ta'sir qiladi? Kuzating. U sizni xafa qildimi? Jahlingizni chiqardimi? Adovat qo'zg'adimi? Xabar xavfli bir kasallikdan qutulish va davolash olimlar insoniyat tarixini qayta yozishga majbur bo'lgani haqidami? Bu xabar yolg'on. Bu yangilik yoki xabarmi? Ijtimoiy tarmoqdagi post yoki memmi? Bu haqiqat bo'lmasligi mumkin. Uni bo'lishish va o'zgalarga tarqatishdan tiyilgan ma'qul. Axborot manbasi kim? Manba rasmiy va ishonchlimi? Tekshiring. Agar xabar yuzasidan sizda shubha tug'ilsa, bu haqida yana axborot izlab ko'ring. Xuddi shu mazmundagi sarlavhalar aks etgan boshqa ishonchli manbalarni ham ko'zdan kechiring. Xabarlar tarixini ko'ring. Aynan shu va shunga o'xshash surat avval boshqa manbalarda ham e'lon qilinganmi? Xabardagi ilovalarni tekshiring. Ilova qaysi manzilga yetaklamoqda? Ilovadagi birinchi manba sifatli va ishonchlimi? Domen nomini tekshiring. U haqiqiymi? Ko'pincha haqiqiy bo'lmagan domenlarda .co bilan tugaydi. Ko'pincha haqiqiy bo'lmagan veb sahifalarda reklama o'yinlari, bannerlar sizga xalaqit qiladi. Fact checking veb sahifalarida axborotni tekshirib ko'ring. Bunday fact checking qiluvchi sahifalar talaygina.